Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-uka, opa-singillar. Mana bugun Xudo xolasa 16 bosh novvoslarimiz kelgan. Yangi partiya hammasi. Ichida 2 dona bor. Xudo xolasa eski partiyadan qolgan. 1 dona bor. 1 dona bor. Eski partiyadan qolgan. Uni ham alohida ko'rsatamiz. Xudo xolasa hammasi sifatli, narx-navolar yengil, o'ta ham yengil qo'yib beramiz. Mollarni ko'rib, mana e'tibor qilib berasizlar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan mollar. Hammasi mana shu faqat ichkaridagilar, tashqarida bitta sariq novvos ko'rinib turibdi. U sotilgan novvosimiz. Mollarimiz o'ta ham go'zal. Narx-navolari yo'lda. Manzilimizni qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Xudo xolasa hammasi sog'lom, mana mamlakatga vashshi o'ta ham sifatlilardan bor. Olgan odam aka-ukalarimiz xudo xolasa nasibsa baraka topadigan novvoslarimiz. 16 boshni bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga narx-navo qo'yib beramiz. Ichidan eng pastiga 12 million 700 ming so'm narx-navo qo'yamiz. 12 million 700 ming so'm ichidan eng past narx-navosi. Undan ham 2 dona chiqarib beramiz. Bittasiga mana Xudo xolasa mana shu novvosimizni, mana shu qora novvosimizni 12 million 700 ming so'm qo'yib beramiz. Yana bittasiga Xudo xolasa eng chekkadagi sariq novvosimiz 12 million 700 ming so'm. Novvoslarimiz bo'y-bostlariga keladigan bo'lsak, o'lchanmagan u. 1.10 1.5lik yo'q, adashman. 1.5 deb olay, lekin 1.5 chiqmaydi. 1.5 dan baland Xudo xolasa. Eng balandiga 1.20 ga borib qolsa kerak Xudo xolasa. Aksariyati 1.15 shunaqangi mollar, 1.10 dan oshiq shunaqa. Manzilimizni yana qaytaramiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 12 million 700 ming so'm eng yengil narx-navosi, eng pasti. Eng balandiga 15 million 700 ming so'm narx-navo qo'yib qo'yamiz. Oxiriga berib yuboriladigan summasini aytib o'taman. Oxiriga berib yuboriladigan summasi 12 million 700 ming so'm, 15 million 700 ming so'm. Qaysi novvoslar deganga mana 15 million 700 ming so'mga ichida 4 dona bor. Mana shu novvoslarimiz juda ham o'tkir novvoslar, orqa oldi kelishgan. Novvoslarimiz sredni, o'rtacha 1 yoshlardan o'tgan, o'tmaganlari ham bor. Tish buzganlari bor. Mana shu novvosimiz ham tish buzgan. Tish buzganlari ham, buzmagani ham bor. Bir joyda olaman degan aka-ukalarimizga 13 million 700 ming so'mdan. Hammasini bir joyda oladigan aka-ukalarimizga 13 million 700 ming so'mdan bir joyga bo'lsa, Xudo xolasa berib yuboriladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida. Atalab yirikroqlarni olib chiqyapmiz. Pastroqlar o'z ko'rinib turibdi. Endi 15 million 700 lik novvosiz qaysi degan aka-ukalarimizga mana shularni ko'rsatyapmiz. Kichkina mol emas, Xudo xolasa. Tish buzgan 2 tish ekan. Mana hurmatli akalar, o'ta ham sifatli, oldi orqasi kelishgan. O'zi hamma novvosimiz ham ichida hammasi ham yaxshi. Narx-navosi 13 million 700 ming so'mdan mana shu novvoslarimiz ham ketadi. Hurmatli aka-ukalar. E'tiboringiz ham joyida, Xudo xolasa. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizni yana qaytarib o'tamiz. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Soni 16 bosh. Aytgancha 2 dona mana yerda ko'rinmay qolibdi. Hozir bularni ko'rsatamiz. Ha, hurmatli aka-ukalar, 2 dona bu yerda ham bor. Bular ham sog'lom, prosta bo'shalib ketgan. Mana o'si bir joyda turgan mol. Yurish-turishlari, yeb-ichishlari hech qanaqa muammosi yo'q. Nariga endi prosta bo'shalib ketgan. 13 million 700 ming so'mdan. Mana hurmatli aka-ukalar. Mana bu novvosimiz sotilgan bitta dona tashqaridagi. Qolganlari hammasi. Mana bu ham tish buzgan ekan. Aksariyati tish buzgan bu yerda Xudo xolasa novvoslarimiz.